Tushuninglar, jon ukalar, mashina minib tirishlik qilayotgan, mashina minib yurgan birodarlar tushuninglar. Qilgan har bitta nojo'ya ishinglar rizqinglarga, sog'liginglarga primo aloqasi bor. Qoidaga rioya qilish, o'zingizni palasizda ketishlik bu harblik, chumoqlikning belgisi emas. Stressli palasaga chiqib ketishlik krutoliq belgisi emas, la'natlikning belgisi. Shuni qachon tushunasizlar? Bola piyalar. O'sha bitta nojo'ya ish qildingiz, birovni qo'rqitdingiz, bir tomchi tushdi. Yana bittasini bir chiylatib cho'chitdingiz, 2 tomchi tushdi. Birovni ustiga yurdingiz, qo'rqib ketdi, 5 tomchi tushdi. Yana bitta odam Allohga yetib qolgan vali odam, o'zi ham bilmaydi. Alloh yaxshi ko'ring, Allohning valilaridan. Haliginga po'pasa qildingiz, qo'rqitdingiz, endi bir qoshiq tushdi. Mana piyola to'lgandachi bitta sliv bo'ladi, bitta to'kiladi. Ko'payib ketganda bitta chuqurga tushib ketasiz. Birovni bor mashinasini urasiz. Borib stolbani urasiz. Qayoqdan keldi bu musibat? Sen o'zing so'rab olding bu musibatni. Tushuninglar jon ukalar, mashina minayotganda Allohdan qo'rqinglar. Tushuninglar jon ukalar, mashina minib tirishlik qilayotgan, mashina minib yurgan birodarlar tushuninglar. Qilgan har bitta nojo'ya ishinglar rizqinglarga, sog'liginglarga primo aloqasi bor. Qoidaga rioya qilish, o'zingizni palasizda ketishlik bu harblik, chumoqlikning belgisi emas. Stressli palasaga chiqib ketishlik krutoliq belgisi emas, la'natlikning belgisi. Shuni qachon tushunasizlar? Bola piyalar. O'sha bitta nojo'ya ish qildingiz, birovni qo'rqitdingiz, bir tomchi tushdi. Yana bittasini bir chiylatib cho'chitdingiz, 2 tomchi tushdi. Birovni ustiga yurdingiz, qo'rqib ketdi, 5 tomchi tushdi. Yana bitta odam Allohga yetib qolgan vali odam, o'zi ham bilmaydi. Alloh yaxshi ko'ring, Allohning valilaridan. Haliginga po'pasa qildingiz, qo'rqitdingiz, endi bir qoshiq tushdi. Mana piyola to'lgandachi bitta sliv bo'ladi, bitta to'kiladi. Ko'payib ketganda bitta chuqurga tushib ketasiz. Birovni bor mashinasini urasiz. Borib stolbani urasiz. Qayoqdan keldi bu musibat? Sen o'zing so'rab olding bu musibatni. Tushuninglar jon ukalar, mashina minayotganda Allohdan qo'rqinglar.